Xitoy Kompartiyasi dunyo miqyosida Xitoy virusining tarqalishini keltirib chiqarib, kishilarning hayotiy va mol-mulklariga zo'r ziyonlarni olib kelgan yuqum yushirganlikdan Amerika hukumatı Xitoyning mohiyatini tadrijiy tushunib yetdi. Hamda Xitoyning butun dunyoga ziyon solganligini, cho'qim og'ir badal to'laydiganligini ko'p qatam o'ttirib qo'ydi. Yaqinda Amerika parlamenti doklad e'lon qilib, Xitoy Kompartiyasiga qarshi turishdagi 9 cho'ng harakat yo'nalishini o'ttirib qo'ydi. Davr to'rining xabar qilganda Amerika Avom palatasining Xitoy xizmat guruhi Xitoy to'g'risida doklad e'lon qilgan bo'lib, mazkur doklad Amerika Avom palatasining 11 komitetidagi 15 nafar a'zo, 60 dan ortiq yig'in faoliyati o'ttirib qo'yilgan. Faoliyat har sohadagi 130 dan ortiq rahbar bilan ko'rishgandan keyin tamomlangan. 140 betlik doklad ideviy raqobat, ta'minlash zanjiri bexatarligi, davlat bexatarligi, texnika, iqtisod va energiya shundoqla raqobat qatorliq 6 qismga bo'lingan bo'lib, u Xitoy Kompartiyasi haqidagi 82 muhim bayqashni to'plab tasvirlab 430 siyosat tavsiyasi bilan ta'minlagan. Amerika Avom palatasining dokladida Amerikaning ijroiya xulosasida Amerikaning Xitoyning tahdidiga bo'lgan tonish so'zlangan bo'lib, Xitoy bilan Amerika o'rtasida diplomatik munosabat o'rnatilgan 40 yildan ko'proq vaqtdan buyon Amerika azaldan Xitoyning dunyoning mas'uliyatchan a'zosiga aylanishini umid qilib kelganligini, shunga Xitoyning kishilik huquqiga daxli taruz qilishiga, iqtisodni vayron qilish va kengaymichilik tajovuzchiligi, hatto Xitoyning qon qiniga singib ketgan razil kommunizm ideologiyasini sal qaraganligini, og'ir badal to'lagandan keyin Amerikaning Xitoy qiratgan 40 necha yillik siyosatining mag'lub bo'lganligini, Xitoyning ideologiyasi xalqaro jamiyatning yadrolik qimmat qarshiga buzg'unchilik qilib, Amerikaliklarning bexatarligi va gullanishiga tahdid solganligini ta'kidlagan. Doklad yana kommunizm ideologiyasi Xitoyning Sharq Turkistondan Hong Konggacha iqtisoddan virusgacha bo'lgan barliq qarori va harakatini belgilaydi. Reallik Amerikaliklarga Amerikaning Xitoy siyosatining cho'qim reallikdan boshlanish kerakligini o'tirib qo'yib, amdilikda munozara vaqtining o'tib ketganligini, cho'qim harakat qilish, tadbir qo'llanish vaqtining kelganligini bildirgan. 9 dekabr Amerika Davlat ishlari kotibi Pompeo televiziya kanalining ziyoratini qabul qilganda, o'tgan bir qancha yilda Xitoyning dunyoning barliq yaxshi niyatlariga erishganligini, ammo uningga boshqa nuqtadan qaraydigan bo'lsak, Xitoy Kompartiyasi G'arbning xizmat va turmush usulini buzganda, dunyo Xitoy Kompartiyasining haqiqiy mohiyatini his qilishga boshladi. Meningcha siz Amerikaning Xitoyga qanday og'ir badal to'latadiganligini, dunyodagi har qaysi davlatlar o'zlarining qat'iy holda Amerika Qo'shma Shtatlari va ittifoqdoshlari bo'lishni xohlaydiganligini ko'ra olasiz. Xitoy virusi dunyoda 1 milliondan ortiq odamni hayotidan ayirdi. Oddiy fuqaro va dunyodagi o'rta burjuaziyadagilarga nisbatan aytganda iqtisodiy ziyon zo'r bo'ldi. Shunga Xitoy cho'qim badal to'lash kerak. Prezident Trump bir necha kun ilgari o'zining bu harakatga rahbarlik qilganligini bildirdi dedi.